أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga beadad durud salavot va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugungi duoyimiz har qanday qiyinchiligingizni yo'q qiladigan, har qanday niyatingizni Alloh dargohida qabul, ro'za aylaydigan bir duoni sizlarga o'rgatib o'tamiz. Issiq sovug'ingiz bormi, sehr joduingiz bormi yoki birorta problemangiz, ya'ni bir muammoyingiz bormi? Hamma muammolaringizni, har qanday tilagingizni siz boy bo'lmoqchimisiz? Nimaiki so'rasangiz Allohim Parvardigoro o'z dargohida qabul, o'z dargohida maqbul aylab, ro'za aylab sizga yordam beradigan duolardan birini, muborak duolardan birini tanishtirib o'tamiz sizga. Rasululloh alayhissalomning 99 ismlari bilan qilinadigan duo. Bu ismlar suyukli payg'ambarimizning muborak ismlaridir. Bularni duo sifatida o'qish va shularni vasilasida istaklarimizni tilga olish juda foydali bo'ladi. Alloh taoloning 99 ismi bo'lgani kabi Rasuli akramning ham shunday muborak ismlari bor. Kim ularni yodda saqlasa, duo qilayotganda o'qisa, Alloh taolo bu ismlar hurmatiga o'sha kimsaning istagini bajo keltiradi va uning barcha istaklarini qabul qiladi. Payg'ambarlarimizning barcha ismlarida ko'p fayzlar bor. Ul zotning Muhammad ismlari aytilganda har doim sallallohu alayhi va sallam deyish lozim. Bir hadisi shariflarida insonlarning menga eng yaqinlari, menga eng ko'p salovat aytganlaridir deya marhamat qilganlar. Bu ismlarning barchasini alohida fazilati bor. Ammo eng fazilatlisi Muhammad Mustafa ismlaridir. Bu ismlariga hurmat Muhammad Mustafoga hurmatdir. Shuning uchun payg'ambarimizni bilishimiz va u zotga kerakli hurmat va ehtiromni ko'rsatishimiz bizga vojibdir. Allohni yaxshi ko'rgan payg'ambarimizni ham yaxshi ko'radi. Allohning buyruqlarini bajargan Rasulullohning sunnatlarini ham bajaradi. Gapning o'zida men payg'ambarimizni yaxshi ko'raman deyishi uni asrab qololmaydi. Uning so'ngsiz shafoatiga erisha olmaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Muhammadun Mahmudun Ahmadun Hamidun Qosimun Aqibun Xotamun Mahin Da'in Sirajun Munirun Hashirun Mubashirun Nazirun Munzirun Rasulun Mursalun Nabiyun Muhtadiyun Maqdiyun Halilun Habibun Toyibun Safiyun Toha Yasin Mustafa Mushtaba Murtaza Nasirun Qoimun Hafizun Shohidun Shahidun Odilun Olimun Halimun Nurun Mubinun Burhanun Hujjatun Bayyanun Muti'un Mazkurun Vaizun Sahibun Notikun Sadiqun Musaddiqun Muzaffarun Makkiyun Madaniyun Mubtahiyun Qurayshiyun Arabiyun Hashimiyun Azizun Harisun Ufun Rahimun Javadun Ghaniyun Fattahun Alimun Munibun Khatibun Fasihun Rashidun Tahirun Mutahharun Imamun Amirun Muttawasitun Sabiqun Muqtasidun Awwalun Ahirun Zahirun Batinun Shafi'un Mushafa'un Khadin Mukhallilun Muharrimun Amirun Nahin Hakimun
qoribun, shakirun, mashkurun, saburun, raqibun, muzammilu, mudassiru, mualla, muzakka, mushfiqun, muhsinun, mutammimun. Ushbu duoni kechasi 4 rakat tahajjud namozidan keyin 3 marotaba o'qisangiz ham, barcha niyatlaringizni shundan keyin Allohdan so'rasangiz, Alloh niyatlaringizni beradi. Keyin har namozning farz namozlaridan keyin, har 5 vaqt namozda farz namozlardan keyin 3 marotaba ado etsangiz, keyin o'qisangiz, ya'ni keyin Allohdan nima niyatingiz bo'lsa, albatta ijobat qiladi Xudoyim taolo. Undan tashqari bomdod namozini ertalab sunnatini o'qigandan keyin farzigacha 11 marotaba o'qisangiz ham hamma niyatlaringizni Allohim beradi. Faqat niyat qilishda adashmang. Boshida bu duoni o'qimasingizdan oldin 11 marta Allohumma inni as'aluka, Allohumma solli ala sayyidina Muhammad, astag'firulloh deb 11 marotaba keyin duoni o'qib bo'lgandan keyin ham xuddi shunday qilib yakunlaysiz. Allohim barcha niyatlaringizni ijobatda qiladi inshaalloh taolo. Aziz obunachilar, sizlardan bitta iltimosim bor. Shu iltimosimga ilohim sizlar ham yordamchi bo'linglar. Allohim o'zi yordam bersin avvali. Iltimoslarga binoan bir onaxonimizni va bir otaxonimizni farzandlarini duo qilishimizni so'rashibdi. Duo qilaylik, duoyimiz mustajob bo'lsin inshaalloh. Bu ikkala farzand ham birlari Eliza o'g'li Elyor, ikkinchilari Sobirjon o'g'li Ali Muhammad. Bu ikki kishining iltimosiga binoan men buni efirga beryapman. Ikkalasining ham farzandi qaysar, ota-onaga bo'ysunmaydigan shunaqaroq xilidan ekan. Erkaroq deymizmi? Keling, amin, Allohu akbar deylik. O'sha ikki insonning ham farzandi ota-onasiga itoatli, toat ibodatli qorilardan bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Va sizlarning farzandingiz ham qori qoriyalardan bo'lsin. O'g'ildirki, qizdirki, Allohim rohatini ko'rsatsin, yaxshiligini ko'rsatsin, insof tavfig'ini bersin, rohi iymonga hidoyat qilsin. Ota-onasiga bo'ysunadigan, ota-onasini go'zal xulqli ota-onasiga faqat rahmat olib keladigan farzandlardan bo'lsin. Hammamizning farzandlarimizga meni tilagim shu. Ikki dunyo saodatini bersin. Faqat ota-onasiga yaxshilik olib keladigan farzandlardan bo'lsin.